bo'yicha qo'yganim yo'qda. Tomni mustahkamligi o'sha agar tom juda ham talabga javob bermasligi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomni o'ziga mustahkamlamasdan turib, o'sha tom yopilgan plitaga yoki o'sha tom yopilgan o'sha yog'och ustunlarda, to'sinlarga mahkamlash imkoniyati ham mavjud. Uni sotib oldingiz, olib keldingiz, misol 1 yil, 2 yil yoki 3 yil yoki 10 yil to'xtamay ishlab beradimi shu texnika? Nima sizdir, sekin ishdan chiqadi. Tomga masalan mahkam qotirgan taqdiringizda ham mashina shunaqa narsani xavfi bo'ladi baribir. Tom agar endi temirdan bo'lib yaxshilab mustahkam qilingan bo'lsa, yerlarga tom beton quyilib qilingan bo'lsa, u endi haliga nima deydi, qasrga kirib qoladi-da. Lekin aholining tomi unaqa emas-da. Shuning uchun yiliga kamida bir marta bo'lsa ham quyosh elektr stansiyasini hamma qismlarini bir marta ko'zdan kechirib servisdan o'tkazish kerak. Chunki yong'in chiqishini oldini ham oladi, yong'in chiqish xavfi ham bor. Aholiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan, tomini uchirib ketishi mumkin shamol bo'lgan paytda. Shunaqa xavflarni oldini olib turish kerak. Keling, endi navbatdagi lavhani tomosha qilamiz. Muxbirimiz oddiy oilaning bir oylik o'rtacha elektr sarfi, agar quyosh paneli o'rnatganda qancha tejab, qancha foyda olishi mumkinligi, agar quyoshli xonadon dasturidan foydalansa, qancha daromadga ega bo'lishi mumkinligini tahlil qildi. Keling, bugun sizga 2 xonali kvartiradagi barcha elektr jihozlarning bir oy davomida qancha elektr energiya sarflashini ko'rsatib beramiz. Har kun ishlab turadigan muzlatkich agar buning quvvati 400 vatt bo'ladigan bo'lsa, taxminan bir kunda 5 soat ishlab turadigan bo'lsa, ana shu narsa 525 vatt elektr energiya sarflaydi va bu esa bir oyda taxminan 25 kilovat degani. Yana bir narsa, bugun mikroto'lqinli pechlarni har bitta oshxonamizda bir ko'rsak bo'ladi va agar bu narsa 1500 vattli bo'ladigan bo'lsa, taxminan bir kunda 10 daqiqa ishlatsangiz bu 300 vatt bo'ladi degani va bundan tashqari bir oyda aynan mana shu mikroto'lqinli pech 9 kilovat elektr energiyani sarflaydi. Ko'rib turibsiz, bu yerda 4 ta zamonaviy yoritish chiroqlari o'rnatilgan va mana shu chiroqlarning har birida taxminan 2 tadan 3 tadan 2 vattli mana shunaqa kichkina lampochkalar bo'lishi mumkin va umuman hisoblaganda 21 ta kichkina lampochka agar bo'ladigan bo'lsa, bu kun davomida taxminan 3 soat yonganda 15 kilovat energiyani bir oyda sarflashi mumkin bo'ladi. Xonadoningizda bundan tashqari elektr choynakning o'zi bir kunda o'rtacha 360 vatt energiya sarflaganda bir oyda 11 kilovat. Har kuni bir marta mobil qurilmangizni quvvatlasangiz bir oyda bitta telefon 1 kilovat. Har xil turdagi gadjetlar bilan hisoblaganda telefonning o'ziga 5 kilovat elektr energiyasi sarf bo'ladi. 2 xonali xonadonda televizor, konditsioner, boiler, soch quritgich va boshqa maishiy texnika vositalari ishlatilishini hisobga olsak, oyiga o'rtacha 250 kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi sarflanadi. Agar xonadon egasi odatdagi tartibda to'lov qilsa, dastlabki 200 kilovat soat uchun 600 so'mdan 120 ming so'm, qolgan 50 kilovat soat uchun esa kilovatiga 800 so'mdan 40 ming so'm to'lov qiladi. Shu tariqa 2 xonali uy uchun elektr energiyasining oylik to'lovi taxminan 160 ming so'mni tashkil etadi. Xo'p, shu xonadon egasi 5 kilovatli quyosh panellaridan foydalansa, qanday foyda ko'radi? Bir oyda 5 kilovatli xonadon qo'yganida 5 kilovatda 9 ta panel hisoblasa bo'ladi. 9 ta panelimizni bir oyda 850-800 atrofida elektr energiya beradi. Undan tashqari uyga 3 xonali yoki 2 xonali xonadon bo'lsa, oyga primerda 200 yoki 300 kilovat ketadi. Undan qolganini soliq anaqasidan kirib, qolganini cashback qilib olsa bo'ladi. Hozirgacha mana masalan siz o'rnatgan aholi qanchadan pul ishlayapti bir oyda? 5 kilovatlilar. 5 kilovatli o'rnatgan xonadon o'zini anaqalaridan iste'molini yopib, oyiga 1 millionga yaqin anaqadan ishlaydi. Cashback ishlaydi. Quyoshli xonadon dasturi bo'yicha esa aholi tomonidan quyosh panellari orqali ishlab chiqarilib, yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har 1 kilovat soati uchun davlat 1000 so'm miqdorida subsidiya to'laydi. Subsidiya 50 kilovatgacha quvvatga ega quyosh panellari o'rnatgan jismoniy shaxslarga beriladi. Quyosh panellarini o'rnatgan fuqarolar qurilmalar o'rnatilgan maydon bo'yicha yer solig'i va mol-mulk solig'idan o'rnatilgan quvvatga qarab ma'lum muddatga ozod qilinadi. Endi mana yashil kreditlar ajratilayotgani haqida eshitgandim bundan bir necha yil avval. Bu qanday kredit va u kimlarga beriladi? Yashil kreditlar o'zi 2023-yildan boshlab amaliyotga yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan shu yil, joriy yil o'zida 1800 dan ortiq xonadonlarga yashil ta'mir va yashil iste'mol shaklida kreditlar ajratilgan. Bu
o'rtacha 100 milliard atrofida biz olgan ma'lumotlarga ko'ra 100 milliard so'm atrofida bu kreditlar ajratildi. Buni o'rtacha bir 60-70% yashil iste'mol kreditlari tashkil qiladi, bir 30% yashil ta'mir kreditlari tashkil qiladi. Ularni bir-biridan farqi bor. Yashil ta'mir kreditlari bu uzoq yil muddatga mo'ljallangan va u olgan kreditini balki u nafaqatgina quyosh panel yoki geli kollektor uchun emas, ya'ni uyini energiya samarador qilish uchun bazalt yoki ta'mirlash jarayonida kerak bo'ladigan bu 3 qavatli oynalar ishlatishga ham, umuman uyni energiya samarador qilib ta'mirlash uchun qiladigan barcha xarajatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Endi yashil iste'mol kreditlari bo'lsa, bu 3 yil o'rtacha hozir bugungi kunda tijorat banklari endi baribir o'zini kredit siyosatidan kelib chiqib 3 yil muddatga berishyapti va bunda ularni stavkalari o'rtacha bir 20% dan 25% gacha bo'lishi mumkin va bundan ham har xil bo'lishi mumkin. Bular asosan kafillik evaziga beriladi va qisqa muddatga beriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan, tashqi daromadi yo'q oilalarda shu 2,5 mingga yaqin xonadonlarga yashil ta'mir asosida o'sha uylari ta'mirlanib, quyosh panellari, geli kollektorlar o'rnatib berishlari amalga oshirilyapti. Bizning agentlikni jamg'armasi tomonidan xuddi shu kreditlarni 19% dan oshgan bo'lgan qismi 4% gacha bo'lgan miqdorda agentlik tomonidan qoplab beriladi. Tijorat banki fuqaroga misol uchun 23% dan kredit beradigan bo'lsa, uni 4% agentlik tomonidan qoplab berish yo'lga qo'yilgan. Bu uchun fuqaro qandaydir hujjatlarni taqdim etish kerakmi agentlikka? Alohida taqdim etish shart emas. Bizani bu turdagi kreditlar ajratib berayotgan tijorat banklari bilan bosh kelishuvimiz bor. Bunda tijorat banklarining o'zlari bizga shu foizlarni qoplab berish uchun murojaat qilishadi. Bu ularni fuqaro bilan tuzilayotgan shartnomalarni o'zida alohida aks etgan joylari bor. Bankning o'zida ishi bitadi fuqaroni, ammo o'sha ma'lum miqdor, o'sha 4% miqdori agentlik tomonidan qoplab berilyapti. Bu ham bir yengillik, bu ham bir imtiyoz. Fuqaro ortiqcha bank bilan yoki bizga alohida murojaat qilib o'tirish shart emas. Bankka o'ziga murojaat qilganida u subsidiyadan, agentlikning shu kompensatsiyasidan foydalanayotganligini o'zi bilib oladi. Yashil ta'mirdan foydalanaman deb kredit olinib, u boshqa narsa uchun. Ya'ni aynan mana shu mablag'iga mana shunday uy ta'mirlandi degan kafolatni qayerdan olish mumkin? Shaffofligini qayerdan ko'rish mumkin uni? Ajratilgan kredit maqsadli foydalanishini ham albatta oldini olish va nazorat qilish maqsadida bizani platforma ESMA UzEx.uz energiya samaradorlik platformasi orqali kredit uchun sarflayotgan pulni mablag'ini shu platforma orqali sotib olsa, ya'ni shu material va uskunalarni nafaqat maqsadlilik ta'minlanadi, ya'ni u yerda energiya auditor ham ishtirok etadi. Energiya auditor uni to'g'ri va texnik jihatdan to'g'ri o'rnatilganligini ham ko'rib beradi. Bundan tashqari hokim yordamchi ham o'z navbatida shu platforma orqali o'rnatilgan qurilmalarni to'g'ri va haqiqatda o'rnatilganligini tekshirgan holda budjet mablag'larini ham to'g'ri sarflanayotganligini nazoratga oladi. Bundan tashqari bank o'zini albatta o'zini kredit maqsadliligini o'rganish taraflari ham bor. Ular ham alohida o'zlarining davlatnomasini tuzishadi. Shu Turkiyani eng chekka hududlarida bo'lganman. O'sha tog'li hududlar asosan ko'zim tushganida juda oddiy xonadonlar, lekin ketma-ket deyarli barchasida mana shu quyosh panellari o'rnatilgan. Endi o'zim o'sha jurnalist sifatida o'zim bir xulosa chiqargandim. Demak, bu yerda davlat tomonidan ma'lum bir imtiyozlar berilgan. Chunki quyosh paneli shu yuqorida aytganimizdek juda arzon bir mahsulot, qurilma emas va bu borada davlat o'sha aholisiga ma'lum bir darajada qandaydir imtiyozlar, nimadirlar ajratganki, bu hammasi o'rnatgandi. Biz aynan shu imtiyozlar borasida qaysi davlatlar tajribasidan foydalanishimiz kerak? Ommalashtirish bo'yicha biz o'sha xalqaro tajribani o'rganganmiz, asosan Yevropa bilan Xitoy tajribasi. Shu yo'nalishda ketyapmiz. O'sha Yevropada ham davlat boshida dotatsiya bergan, qo'shimcha imtiyozlar bergan. Hozircha rejada 54% yetkazish deyilyapti. 54% ga masalan yetkazilganda, meni fikrim bo'yicha hali yetarli bo'ladi deb o'ylamayman. Bora-bora tez chiqib olamiz deb o'ylayman bu mashhur ko'rsatkichga. Yevropaniki, Xitoyni tajribalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, boshda dotatsiya berilgan, keraklik o'sha talab darajasiga chiqilgandan keyin cheklov qo'yilgan. Qachonki kimdir o'zini quyosh elektr stansiyasini uzib, quyosh batareyamni olib chiqib ketyapman, bo'ldi, o'chiryapman, foydalanmayman, ishlatmayman degan.
keyin o'sha ularda navbat bo'lar ekan, navbatga turib qo'yishgan. Kim birinchida bo'lsa navbatda o'shanga ruxsat beriladi. Bizda ham shu darajaga yetib boramiz deb o'ylayman, chunki hali aholining ichida juda ham kam bunaqa holatlar. Keling endi mana xorij tajribasi asosida tayyorlangan lavhani ham tomosha qilamiz. Turkiyaning olis qishloqlarida deyarli har bir uy tomida quyosh panellari borligini ko'rib hayron qolasiz. Bir qarashda bu boylik yoki zamonaviylik ramzdek tuyuladi. Aslida esa bu davlatning aniq energetika siyosati va iqtisodiy rag'batlari natijasi hisoblanadi. Chunki odamlar quyosh panelini shunchaki ekologiya uchun emas, avvalo iqtisodiy foyda uchun o'rnatadi. Dunyoda quyosh energetikasi bo'yicha eng katta tajribaga ega davlatlardan biri Germaniya. Bu mamlakat ancha yillar oldin Energy One dasturini boshlab, qayta tiklanuvchi energiyani milliy strategiya darajasiga olib chiqqan. Germaniya aholiga quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasini davlatga uzoq muddatli kafolatlangan narxda sotish imkonini berdi. Eng muhimi, qonunlar tez-tez o'zgarmagan. Inson panel o'rnatsa 10 yillab sarflagan pulini qaytishiga ishongan. Natijada millionlab xonadonlar energiya iste'molchisidan energiya ishlab chiqaruvchiga aylandi. Xitoy esa butunlay boshqa yo'lni tanladi. Ular aholidan avval ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatladi. Davlat zavodlariga katta subsidiyalar berdi, texnologiyalarni rivojlantirdi va mahalliy sanoatni himoya qildi. Natijada bugun dunyodagi quyosh panellarining asosiy qismi Xitoyda ishlab chiqariladi. Eng katta o'zgarish esa narxlarda bo'ldi. Ilgari juda qimmat hisoblangan panellar bugun ancha arzonlashdi. Hozirga kelib esa ko'p davlatlarda quyosh energetikasining ommalashishi ortida aynan Xitoyning arzon va ommaviy ishlab chiqarish siyosati turibdi. O'zbekiston uchun eng maqbul yo'l ham aynan shu. Germaniyaning uzoq muddatli ishonch modeli, Xitoyning arzon ishlab chiqarish siyosati, AQShning soliq imtiyozlari va Turkiyaning sodda hamda aholiga yaqin tizimini uyg'unlashtirishdir. Chunki quyosh paneli bugun shunchaki texnologiya emas, balki iqtisodiy mustaqillik vositasiga aylanib bormoqda. Endi bizni studiyamizda sizlardan tashqari sun'iy idrokka ega ekspertimiz ham bor. Ismi Donoxon. Endi keling shu Donoxondan so'rab ko'ramiz. Agar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga bugun o'tmasak, oldinda bizni qanday xavflar kutmoqda? Agar insoniyat bugunning o'zida qayta tiklanuvchi energiyaga o'tmasa, oldinda juda xavfli davr kutmoqda. Eng katta tahdid global energetik inqiroz. Neft va gaz zaxiralari kamaygani sari narxlar keskin oshadi. Davlatlar o'rtasida resurslar uchun kurash kuchayadi. Bu esa iqtisodiy tanazzul va siyosiy mojarolarni keltirib chiqarishi mumkin. Iqlim o'zgarishi tufayli elektr tizimlari ham tobora zaiflashadi. Kuchli issiq paytida elektrga talab rekord darajadagi ko'rsatkichlarga erishiladi. Bu esa yirik energiya uzilishlariga olib keladi. Butun shaharlar elektr ta'minotisiz qoladi. Elektr bo'lmasa, internet, suv ta'minoti, shifoxonalar, bank tizimi va transport ham to'xtaydi. Bo'ronlar, qurg'oqchilik va o'rmon yong'inlari elektr infratuzilmasini vayron qiladi. Ayrim hududlarda odamlar kunlab elektrsiz qolishi mumkin. Eng xavflisi, zamonaviy jamiyat elektrga shunchalik bog'langanki, bir necha kunlik yirik uzilish ham vahima va tartibsizlikka sabab bo'lishi ehtimoli bor. Endi mana Donoxonimizni fikrlari qay darajada asosli? Donoxon fikrlarini eshitdik va bir jihatdan to'g'ri deb ayta olamiz, chunki bilasiz, O'zbekiston bolajon xalq, bizdagi aholi soni ham, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha aholi soni ham ortib boryapti. Bu jihatni inobatga olish kerak. Shu tariqa energiyaga bo'lgan talab yanada oshmoqda. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar rivojlangan davrga kelganmiz va O'zbekistonda ayni paytda energiya resurslariga bo'lgan talabni faqatgina samaradorlik, ya'ni energiya samaradorligi orqali balansni qoplashimiz mumkin, ya'ni o'sha resursga bo'lgan talabni qoplashimiz mumkin deb ayta olamiz. Bu borada agentligimiz tomonidan bosqichma-bosqich yillar uchun alohida rejalar ishlab chiqilmoqda. Bugun tomiga o'sha quyosh paneli o'rnatayotgan odamni kimdir zamonaviy deydi, yana kimdir hisob-kitobli deydi, yana kimdir esa unga tavakkalchi sifatida qaramoqda. Tomida panel bor uylar ayrimlar ko'ziga g'alati ko'ringani ham bor gap. Balki bir kun kelib buning tamoman aksi bo'lishi ham mumkin. Odamlar o'zi elektr tokini ishlab chiqarayotganlarga emas, hamon davlatdan elektr sotib olayotganlarga g'alati qarar. Ammo fakt shuki, resurs tugamoqda va biz muqobilga o'tishni allaqachon boshlashimiz kerak. Gapiringda bugunga yetarli. Keyingi dasturlarimizda muhim mavzular tahlilida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.